O'rta Osiyo davlatlarining yuqori darajaliklar yig'iniga Xitoy chaqirilmadi. 19 mart Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, necha kun ilgari Qozog'istonning Ostonada ochilgan O'rta Osiyo davlat boshliqlarining yuqori darajaliklar yig'iniga Xitoy bilan Rossiyaning qatnashtirilmasligi xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'adi. Xabarda Rossiyani bu yig'inga qatnashtirmaslikni Rossiyaning Amerika va G'arb ellari elib borgan iqtisodiy embargoga uchirganligi bo'lib, O'rta Osiyodagi davlatlar bu yig'ilishga Rossiyani aralashtirsa, Rossiyaning sabab bilan Amerika va G'arb ellarining savdoda qo'llashidan ayrilib qolishdan qo'rqqanligi bildirildi. Xabarda O'rta Osiyoning kelgusi taraqqiyotiga asos soladigan bu yig'inga necha yildan beri qatnashib kelayotgan Xitoyning chaqirilmaganligi, Xitoy o'ttirg'i qo'ygan bir balvoq bir yo'l savdo planining kelgusida cho'ng bir xirisga duch kelganligi, O'rta Osiyo davlatlarining Amerika tarafga qarab yuzlanayotganligi bildirildi. Xitoy tug'ut yoshidagi ayollarni tekshirib nima qilmoqchi? Sharq Turkistondan kelgan ishonchli ma'lumotlar va ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan Urumchi shaharlik ayol bolalar saqliqini saqlash doktorxonasi ayollar bo'limining tekshirish qog'ozi Sharq Turkistonning boshqa rayonlaridan kelgan uchurlarga asoslanganda Xitoy Sharq Turkistonda tug'ut yoshidagi ayollarning hammasini majburiy tekshirishga boshlagan. Tekshirish talonidagi mazmunlarga asoslanganda ayollarning baliyotqu, ko'piyish a'zosi, qiyni qatorliqlar nuqtaliq tekshirilgan. Xitoyning bu qilmishi Sharq Turkistondagi ayollarning tug'ish iqtidorining bor yoki yo'qligi haqida tekshirish elib berayotganligining amaliy isboti deyishga bo'ladi. Oldingi oylarda mutaxassislar Xitoyning Sharq Turkiston xalqini qalalsiz holda atalmish tarbiyalash lagerlariga qamashdagi maqsadining Sharq Turkiston xalqini tug'mas holatga kelgan qadar quyib bermaydiganligi. Qaysi bir kishi tug'mas holatga kelganda ana shu kishining tarbiyalash lageridan quyib berildiganligi haqidagi ahvollarni ilmiy isbotlab chiqqan edi. Tahlilchilar Xitoyning bu qitim elib berayotgan tug'ut yoshidagi ayollarni umumyuzlik majburiy tekshirishi bo'lsa, tarbiyalash o'rniga elib kirilmagan tug'ut yoshidagi ayollarni tepib chiqib, ularni ma'lum tuhmatlar bilan atalmish tarbiyalash lagerlariga qamash yoki ularga qarata tug'ut cheklash tadbirlari elishga boshlaganligini bildirishmoqda. Putinning prezidentlikka saylanishi Xitoyning qizg'in tabriklashi G'arb ellarining so'g'uq muomalasiga uchradi. Rossiyada o'tkazilgan prezident saylamida Vladimir Putin qayta prezidentlikka saylandi. U saylam beltining ozkam 77%ga erishib, yana 6 yil vazifada o'ltirish huquqiga erishdi. BBC'ning xabar qilishicha, Putinning saylamda g'alaba qilishi Xitoyning qizg'in tabriklashiga erishgan bo'lsa-mu, lekin G'arb davlatlarining so'g'uq muomalasiga uchragan. Xitoy raisi Xi Jinping dushanba kuni Putinga darhol tabrik telegrammasi avatib, uni tabriklagan. U tabrik telegrammasida Rossiya Xitoy strategik sheriklik munosabatining tarixdagi eng yaxshi mezgilda turayotganligini ta'kidlab, Rossiyaning Putin davrida qo'lga keltirgan natijalariga yuqori baho bergan. Rossiyaning bu qitimqi prezidentlik saylami bilan Xitoy xalq qurultiyining mamlakatlik yig'ini o'xshash mezgilda o'tkazildi. Putin dushanba kuni prezidentlikka saylanishdan 2 kun avval Xitoy xalq qurultiyi Xi Jinpingning davlat raisligiga saylanganligini e'lon qilgan edi. Putin Xi Jinpingga tabrik telegrammasi avatib, uni tabriklagan edi. Lekin BBC'ning bildirishicha, Putinning qayta prezidentlikka saylanishi Rossiya bilan G'arbning munosabati yomonlashib ketgan mezgilga to'g'ri kelgan. Yaqinda Angliyada rossiyalik sobiq bir josusni zaharlash voqeasi yuz berib, G'arb bilan Rossiyaning munosabati texmo jiddiylashib ketdi. Germaniyaning yangi tashqi ishlar ministri Maas Rossiyadagi saylamning adil bo'lmaganligini bildirdi. U Rossiyaning aloqa qilish mushkul bir davlat ekanligini ta'kidladi. Putin 1999-yildan tortib hozirgacha izchil bosh minister yoki prezidentlik vazifasini o'tab kelmoqda. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti yaqinda e'lon qilgan bir dokladda Putin va Xi Jinpingga o'xshash rahbarlar dunyoda istibdodlikning kuchayib, kishilik huquq, demokratiyaning chekinib ketishiga sabab bo'layotganligini bildirgan. Almutada qozoq faoliyatchilari xotirlash murosimi o'tkazdi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan besim siyosatining haddidan oshganligi chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning ayrim demokratik davlatlarning va xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining noroziligiga uchrab kelganligi ma'lumdir. Keyingi vaqtlarda bo'lsa, Sharq Turkistondagi qozoq va boshqa millatlarning
Xitoy doiralari tarafidan besimlarga duch kelayotganligi Qozog'istondagi ba'zi mustaqil ommaviy axborot vositalarining va ayrim qozoq faoliyatchilarining jiddiy bas munozarasiga aylanmoqda. Bo'libmi Sharq Turkistonda tutqun qilingan qozoqlarning urug' tuqqanlari tarafidan Olmuta va Ostona shaharlarida bir necha faoliyatlar jumladan Xitoydagi o'z qarindoshlarini qo'g'dash bo'yicha axborot e'lon qilish yig'ini bu haqda Qozog'istonning Tashqi ishlar ministrligi va Xitoyning Qozog'istondagi elchixonasi nomiga xat uyushtirgan edi. Sharq Turkistondagi siyosiy o'g'inish lagerlari pasportlarni yig'ib olish, o'quvchilarni Qozog'istonga avatmaslik, urug' tuqqanlarni yo'qlab kelganlarni tutqun qilishdek qonunsiz harakatlar mazkur faoliyatlarning asosiy temasi bo'ldi. Mana shunday faoliyatlarning yana biri 17 martda Olmuta shahrining Alatov restoranida Xitoyda aniqsiz sabablar bilan vafot bo'lganlarni xotirlash mavzusida o'tdi. Qozog'istondagi Erkin yoshlar guruhining a'zosi Urazuli Qidirali qatorliq yosh qozoq faoliyatchilar tomonidan uyushtirilgan mazkur marosimga ziyolilar Xitoyning tarbiyalash markazlarida azob chekayotganlarning urug' tuqqanlari yoshlar bo'lib 100 ga yaqin odam qatnashdi. Murosimni ochgan Urazuli Qidirali Sharq Turkistonda aniqsiz sabablar bilan o'ziga o'zi qo'l soldi degan nom bilan bir qanchaligan o'z qondoshlarining vafot bo'lganligini, shularga atab Qur'oni Karim tilovat qilish maqsadida mazkur faoliyatni uyushtirganligini aytib, Xitoyning Tibet va Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish siyosati haqida to'xtaldi. U Uyg'urlar beshiga kelgan zulmning qozoqlarga mu kelganligini, Xitoy doiralarining qozoq, Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlarga qarshi yurgizayotgan qonunsiz harakatlarini, buningdan minglagan kishilarning azob tortayotganligini ta'kidladi. Sharq Turkistondagi qozoqlarning bugungi ahvoli haqida film ko'rsatilgandan keyin so'zga chiqqan Qozog'iston xalq yozuvchisi Qabdish Jumadilov, tibbiy fanlarining doktori Sovitxon G'abbosov, Turan jamiyatlik fondining mudiri Karlin Maxbirov, siyosatshunos Rasul Jumali va boshqalar mazkur faoliyatni uyushtiruvchilarga minnatdorligini bildirib, Xitoydagi ahvolni butkul qozoq xalqiga, Qozog'istonning tegishli organlariga, xalqaro tashkilotlarga yetkazib turishning muhimligini, Xitoydagi qozoqlarning ahvoliga ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning ta'sir yetkazish mumkinligini, mushundaq ig'ir vaziyatda Turkiy xalqlar birligining, xalqlar do'stligining ahamiyatini alohida ta'kidladi. Amerika Xitoyning bozor egaligidan yiroqlashayotganligini bildirdi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Amerikaning yordamchi moliya ministri David Malpass yakshanba kuni Xitoyning erkin bozor egaligidan yiroqlashishi 20 davlat guruhidagi davlatlarning iqtisodida andisha paydo qilayotganligini bildirdi. U dunyodagi Xitoydek cho'ng iqtisodning bozor egaligidan yiroqlashishi biz uchun yaxshi emas. Dunyo buning dardini tortadi dedi. David Malpass yakshanba kuni Amerika Xalqaro moliya institutida nutq so'zlab, Amerikaning Xitoy bilan umumyuzlik iqtisodiy dialogi elib berishni to'xtatganligini bildirgan. Lekin orqadan so'ziga tuzish kirgizib, dialog vaqtining texi bekitilmaganligini bildirdi. U bu so'zlarni Argentina poytaxti Buenos Aires shahrida o'tkazilgan 20 davlat guruhiga a'zo davlatlarning moliya ministri va Markaziy banki boshliqlarining yig'ini harpisida qilgan. Reuters'ning xabar qilishicha, Amerika hukumat amaldorlarining so'zi 20 davlat guruhining yig'ini Amerika bilan Xitoyning savdo urushi maydoniga aylanib qolarmi degan andisha paydo qilgan. Prezident Trump texi yaqindala Xitoydan keladigan alyumin va po'lat temirga boj qo'ydiganligini e'lon qilgan. Bu Amerikaga po'lat temir va alyumin eksport qiladigan asosli davlat Xitoyning noroziligini qo'zg'agan edi. Analizchilar Amerika bilan Xitoy o'rtasidan savdo urushi portlash ehtimoli kuchayayotganligini bildirgan edi. Reuters'ning xabar qilishicha, Trump hukumati yana Xitoyning 60 milliard dollarlik uchur texnika, telefon va boshqa iste'mol buyumiga boj qo'yishga tayyorlik qilmoqda ekan. Xabarda Trump hukumatining bu orqali Xitoyni Amerikaning aqliy mulk huquqiga hurmat qilishga va Xitoyning mablag' silish sharoitini o'zgartirishga qistamoqchi bo'layotganligini ta'kidlagan. Amerika moliya ministri Steven Mnuchin o'tgan hafta Amerikaning Buenos Aires'dagi yig'inda Xitoyga qarshi tadbir olish uchun tarafdor to'playdiganligini bildirgan edi.